Biz tayyor. Ana. Nasıl gitti mi? Hani? Şebaylar, etine gelin. Sen oradan söyleyeyim. Oğlum, ayarman mı? Yaklaşamız. Yaklaşamız. Avvalambor, assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, patishlar. Bugun toza buyurish haqida yana bitta Feyzli xonadonda aynan tabrik loyihasi 60 yosh yubiley Hakimboy Matmuratov adashimizni akamizni tabriklaymiz. Allohim shu sog' salomat bo'lsin, chechamiz bilan baxtli taxtli bo'lsinlar. Aynan hoji ota, hoji ona bo'lsinlar. Ota-onasini borida qadrlagan farzandlarni hamisha Alloh qo'llasin. Endi hozir buyurgan ekalda Arshida borib tabrikladik. Hamma bolalarni, aka-singillar, opa-singillar hammasini aytdik. Hozir bu yoqda shirin tilaklar hammasi sizlarda. Boshlaymiz. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Biz Matmuratovlar xonadonidamiz. Gazini bosib. Tabrik. Qani to'layverin. Hakimboy akamni bugun tug'ilgan kuni ekan. 60 yoshi muborak bo'lsin. Har doim sog' omon bo'lsin, bolalarning baxtini, umrlari uzoq bo'lsin, checham bilan teng qartayib, aql-cho'qlarning rohatini ko'rish nasib qilsin. Ata tabriklayman. Uzoq umr ko'rgaysiz, opam bilan teng qartaysiz. Shunday yoshlarning ko'pini ko'rgaysiz. Aytun, tabriklayman. Atam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ben uzoq bo'lay, bunday yoshda yana ko'pisini ko'rish nasib etgan. Baxtimizda hamisha sog' bo'lib, qalbimizda salomat bo'lib, opam bilan teng qartayib Şu yaşlarda yine birisini yaşam. Baxtimizda sog' bo'lib, yaxshi niyat, yo'l plan, yurganmiz bo'lay. Ömrünüz uzak olsun. Hocam 60 yaş yakın tuğan gününe tebrikimiz. Zaten şu balalardan bizlerden aktıkların rahatını koyuyorlar. Tebriklemen, uzak olsun. Bize saygı görürler. Ata tabriklayman, umrlariniz uzoq bo'lg'ay, opam bilan teng qartayib, bunday tug'ilgan kunlarning ko'pini ko'rgurgaysiz. Ata tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz bilan, onam bilan teng qartashib, bizlarning baxtimizda sog' salomat bo'lib yurgaysizlar. Ata tabriklayman, 100 yoshlarga kirgaysiz, umringiz uzoq bo'lg'ay, duo kunlarning ko'pini ko'rgurgaysiz. Ata tabriklayman, Tug'ilgan kunlaringiz uzoq bo'lsin. Şettikan, sayarma söyledi Allah bağırma yana. Söyle, varma söyle, tabriklayverin. Ötün, tabriklayın, ötün. Ana kişiler, ha, şiire mi aytıverin? Hemen söyleyin bir setten. bu mahallenin sizga keldi, söyleyin. Akmakam tug'ilgan kunda Jinosxon akamiz, Xudoyim shu akama uzoq yosh, keng davlat bergan, bog'ib kelayotgan bog'larning rohatini ko'rmak nasib etgan. Hammamiz ozg'irchilikda, sog'liqda, salomatlikda shunday yaxshi ko'p uchrashuvlar hammamizga nasib etgan. Yashang. Açtınız mı? Yani var mı? Ekmek tabriklayman. Xudoyim baxtimizda sog' salomat bo'lib, bog'larning alnida sog' yururgaysiz. Baxtimizda sog' bo'ling hamisha. Sog' bo'lg'ay. Umringiz uzoq yashag'aysiz. Allah rohatini ko'rmak nasib etgan. Başlan. Hani kamera kesin. Yak verin lan. Sen de iskede yakasın. Assalamu alaikum. Hammasiga yaxshi kelibsiz. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Aynan shu Hakimboy akamizni Matmuratov xonadonida Hakimboy aka birimizni taklifimiz Feruza opamiz birgalikda. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. 60 yoshga qutlug' bo'lsin. Hammasi yaxshi kelibsiz. Qani to'rtdan bilan.